Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Qizlar, bugun sizlar bilan женская solidarность to'g'risida gaplashmoqchiman. Oxirgi paytlar eko to'g'risida videolar chiqarganimdan keyin juda ham ko'p duolar, yaxshi tilaklar bilan birgalikda turmush o'rtog'imga ham juda ham chiroyli takliflar kelishib boshladi. Skrinshotlar bilan qo'ymoqchiman va ozgina bu to'g'risida gaplashmoqchiman. Nimagadir ayollar, bilmayman, ba'zan bir ayollar bitta ayol farzandli bo'la olmayotgan bo'lsa, men ularning turmush o'rtoqlariga yozib, ularga farzand tug'ib berishga haqqim bor yoki ularning oilasini buzishga haqqim bor deb o'ylaydiganlar ham juda ham ko'p ekan. Bundan oldin ko'plab telefonlar bo'lganda, farzandimizni yo'qotganimizda, Muhammad Ali Nasrov olishimizdan oldin SMS yozishganda unchalik e'tibor bermasdim, chunki endi hamma odam har xil fikrliydi, haddi sig'ib yozib ko'rgan bo'lishi mumkin deb o'ylardim. No, yaqinda shunaqa narsa bo'ldiki, Jahongir akamning qabullariga konsultatsiyaga yozilib, bitta ayolimiz kelibdilar va men sizga farzand tug'ib bermoqchiman. Agar xo'p desangiz, o'zingiz qoningizdan, o'zingiz joningizdan bo'ladi, eko ham qildirib yurmaysiz deb menga taklif beribdilar. Men ham turmush o'rtog'im ham bundan juda ham kuldik, hayratlandik. No, ozgina seriozno olib jiddiyda gaplashganimizda ko'pchilik o'ylaydi, farzandli bo'la olmayotganimga ayol kishi aybdordir. Aybi bo'lsa, значит, eriga boshqa joydan tug'ib berishi mumkinmi yoki tug'dirishimiz mumkin deb o'ylashadi. Ikkita insonning hayotiga, oilasiga uchinchi shaxslar aralashishi juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Keyin bu taqdirimizni bizani turmush o'rtoqlarimizni, xo'jayinlarimizni taqdirimizni Alloh yaratgan bo'ladi. Ko'pchilik o'ylaydi, farzandli bo'lmasa oilani ajratib olish mumkin deb. Men shunaqa oilalarni taniyman, 10 yil, 15 yil farzandli bo'lmasa ham, ayoli ham, turmush o'rtog'i ham, eri ham faqat Allohdan so'rab, hayotiga bor narsalarga shukr qilib, chiroyli hayotini davom ettirishadi. Также 4 ta, 5 ta, 10 ta farzand bor oilalarni ajrashib ketganini ko'rganmiz. Da, farzandli bilan oila yana ham go'zal, yana ham mustahkam bo'ladi. Buni farzandli bo'lib yana ham tushundim. Lekin bu degani oilasida farzandi yo'q degani, oilasini buzsam bo'lishi mumkin degani emas. Qizlar, bu juda ham kulgili turadi. Hech qachon sizlarga ishoninglar gapimga, kelib men sizga tug'ib bermoqchiman desanglar, har qanaqa erkak kishi ham doim men sizdan tug'dirib olaman deydigan erkaklar hozir juda ham kam. O'zini ayoli bilan, juft haloli bilan harakat qilib, Allohdan so'rab, har xil sabablarni qiladi. Alloh beradimi yo'qmi, uni o'zi hal qiladi. Biz oilamizga ham va boshqa bir oilalarga ham aralashib, aql o'rgatib, sizga shu meni o'rtog'im tug'ib bersa bo'ladimi yoki men tug'ib bersam bo'ladimi deb o'zinglarni kulgiga qo'ymanglar. Prosta nakipela deydi-ku, bu to'g'risida gapirgim keldi. Hech qachon bitta oilani buzishga harakat qilmanglar. Oila buzilganda, bilasizlar, arshalo larzaga kelar ekan. Tak что birovni baxtsiz qilib, birovni oilasini buzib, sizlar hech qachon baxtga erisha olmaysizlar. Skrinshotlarni qo'yaman, ba'zi bir SMSlarni, kelgan SMSlarni o'zingizlarga yaxshilab bo'yib chiqarib olinglar, chunki hayotda har xil narsa bo'lishi mumkin. Oldinda farzandlarimiz bor. O'zimizni o'ylamaganimizda ham doim farzandlarimizdan qaytib qolishini o'ylashimiz kerak. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunda ko'rishinglar.